Ey hayotning gul bo'lgan ayol, shuni bilginki, nikohda kishilarning orzusidagi barakat bor. Xarajat aziyib, mol-mulk ko'paydi. Er-xotin o'zi qila oladigan erkin kasb bilan shug'ullanib, halol turmush kechirish ko'yida bo'ladi va yaxshilikka erishadi. Vafodorlik sadoqat kuchayib, iffat nomusi saqlanadi. Issiqlik, mehr-muhabbat paydo bo'lib, ko'ngillik, huzurli turmush boshlanadi. Kishilarga yaxshi niyatda naf yetkazalaydi. Kishilar yetkazgan nafni pok holda samimiy qabul qila oladi. Haromdan, tamadin yiroq tura oladi. Nikohdan keyin bir-biriga vafodor bo'lgan er-ayol o'zlarini yolg'iz, bechora emas, balki kuchli, qobil sanab bexatar yashaydi. Hayot yo'lida qiyinchilikni bir yengib, to'sqinlikni yo'q qila oladi.